UTT tekshiruviga bemorlar qay holatda kelishlari kerak? UTT tekshiruvi bu bemorning hamma qorin bo'shliqlari a'zolarini tekshiruv, u yerda kasallikni aniqlash va topografik ma'lumotlarni yig'ish tekshiruv hisoblanadi. Bunda bemorlarimiz agar jigar va o't pufagini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bunda tekshiruvimizga och qoringa, ya'ni nahorga keling. Bunda UTT tekshiruvi jigar va o't faoliyatini, ko'rinishini, topografiyasini keng baholay oladi va chuqur tahlil qiladi. Agar ayollarimiz homiladorlikni ko'rmoqchi bo'lsa, unda quvg'ini to'la qilib kelishlari shart. Bu tekshiruvimiz ham transvaginal, ham transabdominal o'tkaziladi. Transvaginal tekshiruvda esa CD qopi bo'm-bo'sh bo'lishlari shart. Bu haqida ma'lumotimizni keyingi videoda batafsil tushuntiramiz. Yana aytgancha, ChatGPT sizni xulosangizni yaxshi o'qiy olishlarini ham bilarmidingiz? Bundanda qiziq ma'lumotlar olish uchun bizni kanalimizga obuna bo'ling va like bosing.